Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Sherzodbek hamda mana bu yoqda opamiz. Xo'p, Farg'ona Istanbul Bolgariya yo'nalishi bo'yicha xudo xolasa mana bu yoqda qolgan odamlarimiz, ya'ni registratsiya boshlandi. O'zbekiston vaqti bo'yicha mana soat 8:40 ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa to'g'ridan to'g'ri mana aeroportdan qilinayotgan video. Soprovождение holati Bolgariya davlatiga, ya'ni viza olgan aka-uka opa-singillarimiz bo'ldi bemalol. Xudo xolasa mana yo'l olishyapti. Opa, xudo xolasa ketyapsiz endi inshaalloh. Xudo xolasa qolgan odamlarimiz mana o'zi shoshilishib registratsiya jarayoniga kirib ketishdi. Inshaalloh Allohim yo'llarini bexatar qilsin. Sizlar bilan Sherzodbek. To'g'risi uxlamaganman, ko'zlarim biroz qizargan. Chunki yo'lni bilasizlar, sharoitini, shuning uchun mana sizlarga imkon boricha video lavha qilib olyapman. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin.